Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Inject Medical klinikamizning manzili, uning ichki interyeri, bizda davolashda qanaqa imkoniyatlarimiz borligi, vrachlarimizning xonalari haqida, davolashda qanaqa bemorlarimiz uchun sharoit yaratib qo'yganimiz haqida va qanaqa imkoniyatlarga ega ekanligimizni qisqacha yoritib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Klinikamizning manzili haqida aytib o'tadigan bo'lsak, bizning klinikamiz Toshkent shahri Yunusobod tumani Nurziyo 42-xonadonda joylashgan. Bu Hasanboy betonka deyiladi. Katta Toshkent katta halqa yo'li. Bu yoqdan Uch Qahramondan kelinayotganda yo'l bo'yida joylashgan. Bu bevosita o'sha Abu Sahiy Yangi Toshbek tomonga o'tib ketiladigan katta betonka hisoblanadi. Inject klinikamiz Uch Qahramon kolsosidan kelayotganda chap qo'ldan keladi. Agar Abu Sahiy, O'rikzor, Yangi Toshbek tomonidan kelayotgan bo'lsangiz, bu o'ng qo'lga keladi. Razvorot qilib svetofordan qaytiladi. Chala qozog'ini svetofor ham deyiladi bu atroflar. Endi klinikamizning ichki sharoitlarini batafsil ko'rib chiqamiz. Ketdik. Bu klinikamizning qabul bo'limi. Ko'ryapsizlar? Bu yerda administratorlar bemorlarimizni qabul qilib olishadi. Bu yerda bemorlarimiz navbatlar kelguncha kutish zali desak ham bo'ladi. Bizning metodika bo'yicha qatnab oladigan bemorlarimiz bevosita registratsiyadan o'tib, muolajalarni olib bo'lgandan keyin fitobarimiz bor. O'zimizni qalqon osmon bez bo'yicha alohida, allergik kasalliklar bo'yicha alohida mana bu yerda fitobar ko'rishingiz mumkin. Damlamalarni tabiiy giyohlarda damlab beramiz. Buni o'sha hujayra terapiyasiga qo'shimcha qilib kompleks davolashni ichiga kiritib ketadi. Bu bemorlarimiz bemalol ichib ishlari mumkin. Bu yerda birinchi xona ultratovush tashxisi xonamiz. Bu yerda 4 datchiklik ultratovush apparatimiz bor. Uziy vrachlarimiz bor. Bu yerda birlamchi diagnostika uchun bizga bu xona muhim. Bu xonamiz esa vrach ginekologlarimizning xonalari. Bizda qalqon osmon bez kasalliklari bo'yicha kelishadimi, endometrioz mioma bo'yicha kelishadimi? Albatta biz kompleks tekshiramiz. Terapevt, ginekolog, endokrinolog bir necha mutaxassislar albatta bizda statsionar klinikamizga murojaat qilib kelgan bemorlar albatta ginekolog ko'rigidan ham o'tishadi. Bu vrach terapevtimizning xonalari, terapevt, kardiolog. Bizda tashxis olayotgan har qanday bemor bularning ko'riklaridan albatta o'tadi. O'sha jarayonda yondosh kasalliklar ham bo'lishi mumkin. Shu paytda kompleks davolash samaradorligi uchun juda ham kerak. Qolaversa bu yerda igla terapiya, akupunktura amaliyotlari o'tkazishadi. Aynan ignalar orqali davolash samaradorligini oshirish uchun bu ham bir bizning afzalliklarimizdan biri desak ham bo'ladi. Bu bizning muolaja xonamiz. Aynan hujayra darajasida davolash metodikamiz shu xonada amalga oshiramiz. Bunda teri osti mikro inyeksiyalarda tomoq sohasidan, qo'ltiq osti, chov sohasidan o'sha aylantirib, o'sha limfa to'qimalari, limfa tugunlar yig'ilgan sohada teri ostiga inyeksiyon muolajalarni qilamiz. Erta ayollar, medsestralar odatda ishlashadi bu yerda. Bu yerda bizning fizioterapiya, massaj amaliyotlari amalga oshiramiz. Bu yerda yotgan bemorlarimizga yoki qatnab olayotgan bemorlarimiz bevosita kompleks massaj olishlari mumkin. Kushetkalar ko'rishlaringiz mumkin. O'sha foydali moylar bor bu yerda. Qolaversa elektroforez, zinda apparatlarimiz, fonoforez apparatlarimiz bor. Bu o'sha bizning kompleks davolash samaradorligini oshirish uchun yordam beradi. Qolaversa bizda bolalar uchun gidrovanna ham mavjud. Gidrovanna bolalarning nevrologik rivojlanishi uchun, qolaversa qanaqadir nevrologik nuqsoni bo'lsa yoki rivojlanishda qanaqadir nuqsonlar bo'lsa, nevropatolog, pediatrlarimizning, terapevtlarimizning tavsiyasiga ko'ra buni biz tavsiya qilamiz. Gidrovanna ham medsestralarni nazoratda bo'ladi. Bu imkoniyatlarga ham biz egamiz. Ikkinchi etajda bizda lor kabinetlarimiz bor.
ko'rishingiz mumkin. Lor vrachlarimizning xonalari va orasida bu yerda konsultatsiya amalga oshiramiz hamda endoskopik tekshiruv uchun, bu adenoidlar uchun, gaymaritlar, boshqa tekshiruvlar uchun bizda endoskoplarimiz mavjud. Absuslar bor. Bu albatta lor muolaja xonasi. Bu bizning endokrinolog xonamiz. Vrach endokrinologlarimiz bevosita vrach bemorlarimizni tugunli buqoq bo'ladimi, zaharli buqoq bo'ladimi, boshqa qalqon suvi bez kasalligi bilan, qandli diabet bilan bizga murojaat qilgan bemorlarni bular davolovchi vrach sifatida endokrinologlarimiz olib borishadi. Biza boya aytganimizdek supportive terapiya, hujayra darajasida davolashda qo'shimcha qilib ularga yordam beramiz. Bundan tashqari eng asosiysi boshqa klinikalardan afzalligimiz kasallikdan inson qutulish uchun ruhiyati, psixologik holati ham juda ham muhim hisoblanadi. Statsionar yotgan bemorlarimizga, qolaversa ambulator qatnab olayotgan bemorlarimizga biz bevosita vrach psixologimizning mashg'ulotlarini tavsiya qilamiz. Bular Norbekov sistemasi bo'yicha boshqa gimnastikalar, nafas gimnastikalar, kapillyar diagnostika bo'yicha, ruhiyat bo'yicha mashqlarni bizdan muolaja olayotgan bemorlarimizga bevosita o'tkazadilar. Albatta bu psixologik treninglar va gimnastikalar davolash samaradorligini oshirish uchun bizning metodikaning ajralmas bir qismi hisoblanadi. Bu klinikamizning hovli qismi. Hovli qismida bemorlarimiz davolashdan so'ng albatta sayr qilishadi, yurishadi. Ko'rishingiz mumkin, daraxtlar, havosi juda toza, xuddi sanatoriya desak ham bo'ladi. Juda salqin. Kechqurunlari, ertalablari bu yerda albatta biza tavsiya qilamiz, chunki bizning muolajani olgandan so'ng kamida 12 ming qadam yurishni biza tavsiya qilamiz. Aynan shu klinikamizning hovlisida bor. Qolaversa bu yerda bemorlarimiz uchun o'sha boyaga aytgan psixologik treningni bitta qismi ham gimnastika sifatida o'tkaziladi. Bu yerda tashqarida biza nafas gimnastikalari, kapillyar gimnastika, Norbekov tizimi bo'yicha mashqlarni mana shu yerda o'tkazamiz. Bu klinikamizning bevosita gimnastika o'tkazadigan maydonchasi. Vrach psixologimiz ham bu yerda boyaga aytganimizdek gimnastikalarni o'tkazadi. Bemorlarimiz ham bemalol bu yerda o'sha begovoy doroshkalardan foydalanib mashg'ulotlar olib borishadi. Bizda qo'shimcha ravishda bu narsalarni biz bemorlarga doimiy davolash kompleksining bir qismi hisoblanadi. Chunki bizning muolajalardan so'ng limfa atok, limfa drenaj yaxshilanishi uchun biz albatta 12 ming qadam bemorlarimizni yurgizamiz. Bu begovoy doroshka bo'lishi mumkin, hovlida aylanishi mumkin. Shu sababli bu ma'lum bir hayot tarzining shakllanishiga ham yordam beradi. Bundan tashqari bizda limfa drenajni yaxshilaydigan massajyor ham bor. Bu o'sha bevosita muskullardagi vibratsiya orqali limfa harakatlarini, qon aylanishini ma'lum bir darajada yaxshilaydi. Albatta bundan ham bemorlarimiz foydalanishlari mumkin. Kechki qurun o'zimizni fontanga o'xshagan salqinlashtiruvchi nimalarni ham yoqib qo'yiladi. Bemorlarimiz bemalol o'sha astmatik kasalliklar, allergik kasalliklar ham bu yerda yotib davolanayotgan bemorlarga juda ham yaxshi sharoit yaratib berilgan. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham salqin. Bu yerda archalar bor. Bevosita shu archalarda chiqadigan efir moylari ham ularga o'sha davolash samaradorligiga albatta ta'sir qiladi. Chunki muhit atmosferani o'zi bu yerda yaxshi davolashga ancha yaxshi imkoniyatimiz bor. Bu bizning laboratoriya xonamiz. Laboratoriyada bizda barcha gormonal tekshiruvlar, IFA, koagulogramma, qon tahlillari bo'lishi mumkin. Mikroskopik tahlillar, bevosita sitologik tahlillarni amalga oshiramiz. Analizatorlar, IFA analizatorlar bor, koagulogramma va boshqa analizlarimizni, ya'ni barcha tekshiruv, laboratoriya tekshiruv bizda mavjud. Bu bizning statsionar klinikamizdagi bemorlarimiz uchun oshxona. Bu yerda ovqatlanish uchun joy. Qolaversa yana ikkinchi fitobar burchagimiz. Bu yerda
kasalliklarga qarab, vrachlarimizning tavsiyasiga qarab har bitta kasallik bo'yicha alohida damlamalar yo'lga qo'yganmiz. Giyohlar bo'yicha o'sha lapchatka deymiz, cheredak, kiygut, boshqa foydali giyohlar bu yerda bor. Fitobarburchagimiz. Bemorlarimizning ratsionida 3 mahal, 4 mahal dietik ovqatlar biz beramiz. Albatta bular doim biza arpa non, qora non ishlatiladi. Qolaversa bemorlarimizning kasallik turiga qarab stollar mavjud. Bo'lishi mumkin. O'sha stol nomer 5, 7 endokrinolog terapiya vrachlarimizga tavsiyasiga qarab kerak bo'lsa bir kunda 2-3 xil ovqat qilinadi. Ya'ni sahr bilan yotgan bemorlarga o'sha guruchli ovqatlar masalan bermaymiz. Endi esa bemorlarimiz qanaqa sharoitda davolanishadi, palatalarning ichini ham ko'rsatishimiz mumkin. Har bitta palatada konditsioner sharoitlarimiz mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Muhit yaxshi, shinam. Dejur medsestralarimiz bor. Doim bulardan xabar olib turishadi. Qolaversa o'sha palatalarimizda bunaqa sanuzerlar ichida joylashgan. Endi standart palatalar, lyuks palatalar ajratilgan. Bu endi lyuks xonamizning obzori. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Inject Medical ko'p tarmoqli statsionar klinikamizda bemorlarimizning davolanishi uchun barcha sharoitlarni yaratib qo'yganmiz. Qolaversa, kompleks davolash, gimnastikalar, psixologik, igloterapiya, massaj, hujayra darajasida davolash, traditsion davolash va kompleks davolashni biz yo'lga qo'yganmiz. Yotgan bemorlarimiz uchun har 2 kunda bir kuni biz kechqurun qo'shimcha obxod bemorlarning o'sha olgan muolajalari, holatlarini yana nazorat qilib, har 2 kunda, 3 kunda bemorlarning sog'liklarini yana bir nazorat qilib chiqamiz. Ya'ni bu har 2 kunda, ba'zan kunlik bo'ladigan obxodlar desak bo'ladi. Bu albatta yanada vrachlar bemorlarimizning davolash samaradorligini oshirishga yordam beradi. Demak, qisqacha bizning statsionar ko'p tarmoqli klinikamizning obzorini sizlarga ko'rsatdik. Keyingi videolarda ko'rishguncha.